Davlatimiz rahbari tomonidan mahallalarni har tomonlama rivojlantirish, aholi turmush darajasini yuksaltirish, hududlarni obod va zamonaviy maskanga aylantirish borasida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Mahalla tizimini yangi bosqichga olib chiqish, har bir ko'cha va xonadongacha e'tibor qaratish, aholi muammolarini joyida hal etish, obodonlashtirish va tozalikni ta'minlash bo'yicha barcha mas'ullarga aniq vazifalar yuklatildi. Chunki obod mahalla farovon hayot, xalq roziligi va yurt taraqqiyotining muhim mezonidir. Ammo afsuski, bugun ayrim mahallalardagi manzara kutilgan natijadan yiroq. Obodonlashtirish ishlari sust. Ayrim ko'cha va hududlarda tozalik talab darajasida emas. Atrof muhit esa e'tibor va parvarishga muhtoj. Bunday holat mahallaning bugungi qiyofasiga salbiy ta'sir ko'rsatib, aholi uchun yaratilishi lozim bo'lgan qulay va obod muhit hali to'liq ta'minlanmaganini ko'rsatadi. Ijodiy jamoamiz bilan birgalikda bugun erta tongdan Yangi Hayot tumanidagi Al-Farg'oniy va Buxor mahallalarida bo'lib, mavjud holatni o'rgandik. Prezidentimizning tashabbuslari bilan mustaqilligimizning 35 yilligiga bag'ishlab dolzarb 40 kunlik e'lon qilindi. Mana biz bugundan boshlab shu ishlarni jadallashtirishni boshladik. Mahallamizda obodonlashtirish ishlarini. To'g'risini aytganda, juda ham mana shu o'zingizlar ko'rib turibsizlar, 2 qavatli o'sha 1966-yilda qurilgan yog'ochli uylarimiz bor. Derevashka deydi xalq tilida. Mana shu aholimiz sal passivroq, susuvroq, bu hasharga olib chiqishimiz ham juda ham qiyin bo'ladi. Bu yerga ko'chib kelganimga 20 yildan ortiq bo'ldi. Shu yerda yashaymiz, o'zimiz uchun toza havo kerak-ku qizim. Yashashimiz uchun yoshlarga biz ibrat bo'lishimiz kerak. Bolalarim, tashamanglar. Bu tashaganing bilan o'zimizga qaytib keladi. O'zing nafas olasan shundan deymiz. Ana musor bir qadam joy bor, musorga tashanglar deymiz. Biz aytmasak yosh bolalar o'zicha bilmaydi. Biz o'shalarga bosh qosh bo'lishimiz kerak. Sinov zonasiga tushganligi uchun aholi tomonidan e'tiborsizlik sal ko'payib qoldi. Hozir faqat ishchi guruhi o'zimizni xodimlar orqali Al-Farg'oniy, Buxor mahallalarini obodonlashtirish ishlarini har kuni deyarli olib boramiz. Lekin bugun bu tozalab chiqsak, yana 2 kun ichiga bormasdan yana ahvol abgor bo'lib qoladi. Mahallani yaxshi yanada ham obodonlashtirish, chiroyli bo'lishi uchun, toza saqlash uchun aholi, uy boshchilari, damkam boshchilari birgalikda bunga harakat qilsa, bu narsa tezroq bo'ladi. Yangi Hayot tumani mutasaddilari hamda Al-Farg'oniy va Buxor mahallalari yettilik a'zolari mazkur holatga panja ortidan qaramasliklarini so'rab qolamiz. Aholi bilan birga hashar tadbirlarini tashkil etgan holda tez fursatlarda birgalikda xonadonlar atrofi, yo'laklar, ko'chalarni obod qilish, boshqaruv servis kompaniyalari faoliyatini samarali tashkil etishni so'raymiz. Ijodiy jamoamiz bilan albatta bu mavzuga yana qaytamiz.